Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu videorolik orqali elektron xarid qilish dalolatnomalari interaktiv xizmatidan foydalanish bo'yicha qo'llanmani taqdim etamiz. Ushbu xizmat yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda yuridik shaxslar uchun tatbiq etiladi. Mazkur xizmatdan foydalanish uchun my3.soliq.uz elektron soliq xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetga so'rovnoma yuboruvchi tomonidan elektron raqamli imzo yordamida kirish lozim. So'ngra barcha xizmatlar menyusidan elektron hujjat aylanishi bo'limidagi yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning elektron xarid qilish dalolatnomalari xizmati tanlanadi. Ochilgan oynada yuborilgan murojaatlar ro'yxatining yuqori qismidagi qo'shish tugmasi bosiladi. Dalolatnoma to'ldirishni standart yoki qo'shimcha turlaridan birini tanlashdan boshlaymiz. Bunda qo'shimcha turi faqat rasmiylashtirilgan va yuborilgan xarid dalolatnomalariga tuzatish kiritish uchun tanlanadi. Xaridor soliq to'lovchining identifikatsiya raqami va korxona nomi avtomatik shakllantiriladi. Rasmiylashtirish sanasi va faoliyat turi tanlanadi. Sotuvchi ma'lumotlarini to'ldirish ixtiyoriy. Xarid qilingan mahsulotlar ro'yxati jadvaliga quyidagi ma'lumotlar kiritiladi. Mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodi va nomi, miqdori, narxi. Agar 2 va undan ortiq mahsulot yoki xizmat mavjud bo'lsa, oynaning pastki qismidagi qator qo'shish tugmasi orqali qatorlar kiritiladi. Diqqat qiling, bitta mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodi takroran kiritilishi mumkin emas. Ma'lumotlar to'liq kiritilgach, dalolatnoma oynasining pastki qismidagi qoralama ko'rinishdagi saqlash tugmasi bosiladi. Natijada kiritilgan ma'lumotlar asosida xarid qilish dalolatnomasi to'ldirilgan va yuborishga tayyor holda QR kod bilan shakllantiriladi. So'nggi bosqichda hujjatning to'g'riligiga ishonch hosil qilgach, yuqori qismda joylashgan imzolash va jo'natish tugmasini bosish orqali jarayon yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.